Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qatortol qishlog'ida Xolmuhammad akamizni fermasiga yetib keldik. Bugun 21-may haftaning payshanba kuni 2026-yil. Hurmatli obunachilar, ikkita buqani haqiqiy udarlari turibdi. Videoni o'tkazmasdan ko'rsangiz to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like bosib qo'yinglar, video ko'proq tarqaladi. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayit bayrami barchaga qutlug' bo'lsin. Qurbonlik qilaman degan hoji akalarimizga mana buqani yorvarishini, mashalloh. Mana akalar. Gap yo'q. Xohlagan bozoringizda bitta. Akalar, xohlagan bozoringizda bo'lsa bitta bo'lib turadi. Boqqanga rahmat. Mol g'ay. Odamni bo'yidan ham uncha-yu. Keldi. Ilovasi ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hojaga, omonmisiz? Sog'lab yashim, tinchmisiz? Omonmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Gap yo'q. Xirmonga baraka. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Sog'lab yashim, baraka, tinchmisiz? Gap yo'q. Bu mollar qanaqa boqasiz? Bizga murgating. Mayli, kelsangiz shogirdchaman sangiz. Gat qo'yaveramiz. Gap yo'q. Bo'yinda qarang, akalar. Harakatda barakat deydi-ku. Gap yo'q, gap Harakat yo'q. qilyapmiz-da. Men qoraga buni ishlab turing, men ham bir rasmga tushib olay. Ko'pchilik meni ko'rgan, hali amakini kichkina. Bo'ldi. Mana shunday qimillatdi. Bo'ldi. Mol haqiqatan lider ekan. 176 bo'y. Like bosib qo'yinglar. Boqqanga rahmat deb qo'yinglar. Shunchalik boqish oson emas akalar. Xo'p, ma'lumotni beramiz. Yoshi qanaqa? Yoshi bu 3 yashari 6 oylik bo'ldi. 3 yil 6 oy. 3 yil 6 oy. Hozir shunda kurashchi nechta bo'ladi? Ha, kurashchi 4 tadan oshgan. 6 ta bo'lsa kerak. Yo'q, 4 ta bo'ladi. Ha, yo'q, ko'rasizda. Ko'ring, olib ko'ring. Ha, 4 ta. 4 ta. 4 ta oltini endi boshlabdi. Ha. Qarang, 6 kura. Buni oldini ko'rsatishdi iloji bormi qani? Nargisi nima? Yomon. Aytib o'tiring. Qo'ying. Aytib o'tiring. Dastlabkasi bormi? Yo'q, dastlabki yo'q. Dastlabki yo'q. Buni qanday sotamiz endi? Kilosi necha kilodan bu qola? Endi kiloni mo'ljallab nima qilaveradi? Ha, buni mo'ljallam qilib bo'lmaydi. Juda. Ha. Ana bo'lib ketdi. Kultris bo'lib ketdi. Ha. Buni olasi necha kilo chiqadi? Yo'q, bundan 3 oy oldin tortganimizda ola 8 kilo, bu 1 tonna 50 chiqdi. 3 oy oldin. Ha, undan keyin o'zgarib ketdi. Biz qiziqishga tortib ko'rdik roza boshlanishida. 3 oy oldi roza tugaganiga mana. Roza boshlanib nima? Hozir ikkalasi 2 tonnadan indamay oshiq ekanda. Ha, xudo xolasa, xudo xolasa. Zo'r. Buni qanaqa baho aytamiz endi? Bo'yi ham yetib oldi narga. Endi kichkinalikdan boqyapsizmi? Ha, shu 4 oyligida oldim, shundan boqaman. Mana bundaqa buzoqchaligida olgansizda? Ha, mana shunaqa. O'sha shuni bolalari shu zot. Bu narga o'zim molimni bolasi. Bular hozirgacha zotda yurdimi yo'qmi? Ha, zotda yurdi. 5 oydan bir ko'tarmayapti mol. Semirib ketar ekan. Yo'q, buni ko'taradigan mol ham qolmagandi. Ha, shu. Sigirlar ko'tardi. Shuning uchun nima qilgan nargisi yuribdi zotda. Endi shundaqa katta sigir bo'lsa ko'tarishi mumkin-da. Ha, qo'yli. Boqib qo'yibsiz. Narxini ayting. Narxi bunga 110 ming beraveradi. 100? 10 million. 110 million bunga.
Va bunisigachi? Bunga 80 beraversin mayli. 80 Sal ming. kichirog'i. Tarozigachi? Tarozi endi taroziga uncha tushunmadim mayli nima qilib qolsa 80 dan beraversin. Ikkalasiga 80 mingdan. Unisi sal pastroq olaveradi. Ha, bunisi 80 ming. Bunisi qancha? 70 olaversin, 75. 70, 75. 75. Ha. Ha, buni taroziga qo'yib olaman desangiz 75 dan, buni taroziga qo'yib olaman desangiz 80 dan. Akalar, bunchalik qilib boqishni o'zi bo'lmaydi lekin. Mana. Zo'r. Buni yoz yetalasa yuraveradi ekan. Ha, bemalol olib chiqib qo'yamiz o nimaga, salqinga. Kunduz kuni o'sha yerda yotadi. Yo'q, har kuni kirib chiqaman. Har kun kirib Har chiqadi. kuni kirib chiqadi. Salqinda yotadi-da. Bu uzoq yo'lga yursa ham vest tashamaydi ekan, demak. Ha, yurgan mol. U tashqarida, ekuv ham tashqarida yotadi. Buni yetalashni iloji bo'lsa bir yetalaylik. Hovligami? Ha. Bir halqa ko'rsataychi. Anonni otayaning yarqiga. Akalar bundaqa mol doim chiqavermaydi. Bitta, To'g'risida. bittasini mana Tomosha qilib, yetaveramiz, maza lekin qilib, juftlik. like bosib qo'ying. Tashlab qo'yamiz. Ot bo'lib ketibdi, ot. Oldiga yuraveraymi? Ha, bunday hovlingizga aylantiravering. Bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying. Akalar, ijtimoiy tarmoqda postlarga qo'yib yuborsalar ham bo'laveradi. Mana. Molni qarang. Gap yo'q. Bila tushib qoldi kerak. Ishlasa qilmaydi. Ya, Ha. To'xtab turing. to'xtang, yurmang. Yuvoshligini. Siz ushlab turing sal. Bo'l. Bunday tortib bitta aylantirking, bo'l. Akalar, hamma niyat qilganda uyda shunaqa mollardan to'lib tursin. Bu molga ko'p ta'rif kerak yo'q, o'zi ko'ryapsiz-ku. Bu qayoqqa boshqa joyda bo'lsa boshqalarga aytib yuborardi. Bu mambilyard sorti, Ha. mentalda mambilyard sorti akalar. Shuni katta bitar ekanda. Taxminlar qoldiringlar-chi, necha kilo tirik vaznga. 1 tonna 80 kilo ekan. Vahima qilib 1,5 tonna deyormaydi. Oh, Ha, bilik soldin. Yuravering. odamdan baland. Bilik Fil deymonlarni qo'zichoq qilib qo'yibsiz-ku. Bu yuvosh qilishda siri bormi? Qarang. Boshqa joylarda bo'lsa. Qarang. Bo'l, qaytaring. Bitta burnida halqada mana yuvosh qilishda oson yo'li. Ha, mana shu halqada endi yuvosh qilishda oson yo'li. Xudo xohlasa. Shu. Telefon nomeri nechi? 94lik. Aha, 400 400. 53 60. Ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qatortol qishlog'i. Hurmatli obunachilar, niyat qilganlar kelib ko'rib olish tavsiya qilamiz, chunki bunaqa katta buqa to'g'risi anchadan ko'rganim yo'q. Yaqinda 1 tonna 200 chiqdi-yu. O'sha buqa ham kichkina bundan. Yana bir ma'lum. Bu o'ta katta ekan. Ham muskulli. Juda yuqori. Bo'y basti ham ancha baland. Bemalol 1 tonna 200 tepasida chiqsa kerak. Mana. Bormi? Zo'rini so'yaman deganlar telefon qilib bog'langlar. Hammaga omad, salomat bo'linglar.